Shunchaki rol ijro etgani uchun o'ldirilgan o'zbek qizi haqida eshitganmisiz? Bo'lmasa obuna bo'ling va like bosing. Men bo'lsa 100 yil oldingi voqea haqida gapirib beraman. 1927-yil. Hali ayol kishining omma oldida kulishi ham g'alati qaraladigan davr. Shu payt o'zbek teatr sahnasiga 16 yoshli bir qiz chiqadi. Uning ismi Tursunoy Saidazimova. 1911-yilda Toshkentda tug'ilgan. 3 yil teatrda tahsil oladi va 1927-yilda sahnaga chiqib, o'zbek teatridagi ilk professional aktrisalardan biriga aylanadi. Tursunoy inqilobchi yoki siyosatchi ham emasdi. U shunchaki rol ijro etardi. Ammo u yashayotgan jamiyat hali bu narsaga tayyor emasdi. U haqda gap so'zlar ko'payadi. Or-nomus, uyat degan so'zlar uning ortidan quvadi. Sahna u uchun san'at edi, ba'zilar uchun esa sharmandalik. 1928-yil 10-may. Buxorodagi gastrol safari. 17 yoshli Tursunoy o'z turmush o'rtog'i tomonidan bir necha bor pichoqlanib, vahshiyona o'ldiriladi. San'at ahli larzaga tushadi. O'zbekiston xalq artisti Muhiddin Qori Yoqubov shunday degan edi. Dushmanlar qo'yishmayapti. Mayli, bitta shohid ketgan bo'lsa, Tursunoyning o'rniga 100 tasini tayyorlayman. Uning ustozlaridan biri jadid adibi va dramaturg Hamza Hakimzoda Niyoziy Tursunoy xotirasiga atab Tursunoy marsiyasini yozadi. Bugun o'zbek sahnasida yuzlab aktrisalar bor. Ularning har bir qadami ortida 17 yoshli qizning qonli izi mavjud. Salomat bo'ling.